Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi eng sifatli ish deraza romlari haqida ma'lumot berishga davom etamiz. Bu galgi obyektimiz Namangan viloyati Mingbuloq degan joyda. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 4 ta rom, 2 ta eshik, 2 ta forchka buyurtma qilingan, juda ham zo'r holatda. Xosligi batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Bu yerda eshigimiz Championdan Innovativ joy joyida, eshik derazalarimiz esa 6000 seriyalidan bo'lgan, rangi Alexandras. Video davomida to'liq tushuntirishga harakat qilaman. Bizni kuzatishga davom etinglar. Kanalga like bosib, ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz yangi solingan, juda ham zo'r holatda. Romlar razmeriga keladigan bo'lsak, 130 ga 170 splashno holatda, 6 metr 3 kamerali profil, plastik seriyadan bir tomon ochilish divanoy mexanizm setkasi bilan buyurtma qilganlar va eshigimiz Champion. Kirlar shuni tashqari tomondan aniqroq ko'ramiz. Mana 6000 seriya deganda bu profili bunaqa qalinligi 6 sm bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda voda sliflari bor, ideal holatda. Energiya oyna bo'lganligi uchun tashqaridan ichkari ko'rinadi, lekin tashqaridan ichkari ko'rmay, ichkari tashqari ko'rsa bo'ladi bemalol. Hozir xona ichidan ham ko'ramiz. 1 kvadrat metr 110-120 dollar atrofida podstavishni profillari bilan sovuq kirgizmaydigan, padekonli ushlaydigan. Eshigimizga keladigan bo'lsak, Champion eshik 1 kameralik, холодный seriya, lekin ochilish yopilishlari termo ruchka va termo petlar ko'rishingiz mumkin, ochilish yopilishlari. Juda ham zo'r. Termo zamok qaranglar, mana termo bilan bir xil mana. Qanday farq ko'ryapsiz ochilish yopilishda? Juda ham zo'r holatda. Buni quplanishi ham tepaga qilinadi, zamok bekiladi, ochiladi pastga. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni 1 kvadrat metri 150-160 dollardan boshlanib qimmatlashib ketaveradi. Petlar mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa teshilmaydi. Chok samarezlar bo'lmaydi bunda. Bu ham xuddi shunaqa bir xil tarsoflar ulanadi. Choklari ham samarez ishlatilmaydi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ideal holatda. Buni razmer keladigan bo'lsak, 120, 223 atrofida, bo'yi esa 245 atrofida. Ochilishi tashqariga ochganmiz, sababi zinapayda yopilishi. Tiniq holatda, hech qanaqa shaqillagani yo'q. Mana shundoq tashqari zo'r ko'rinyapti energiya oyna, hamda bu tomonda ko'rishingiz mumkin 6000 seriya padekoniklar bilan komplekt o'rnatganmiz. Padekoniklar ideal holatda, ruchkamiz qora rangida, Rotelux mexanizmlarimiz divanoy mexanizm, Fornax 6000 trio, mana quattro emas, triosi bu, orasida liniyasi bor. Yopilishi rom yopildi, yonga ochilish hamda tepaga divanoy mexanizm. Eng yaxshi ko'rgan rom, eng yaxshi ko'rgan profillardan va eng yaxshi ko'rgan razmerlardan biri xuddi shu mana shu holatda 6000 seriya hamda 130 ga 170. Ochilishiga e'tibor qilinglar, juda ham zo'r holatda. Tashqari tomondan xona ichi ko'rinmadi, ko'rdinglar, lekin ko'chani mana bemalol ko'rib turibsiz ikkitasida. Ideal holatda, kvadrati 110, 120, 150, 160 dollar atrofida boshlanadi. Xona tashqarisiga ochilib, yopilishi mana maza qilasizlar. Hamda o'zim ko'rib turibman. Endi yon tomonga o'tamiz. Yon tomonga o'tganimizda xuddi shu razmerdan bu tomonda ikkita, bu tomonda bitta. Ochilishni uni chapon qilganmiz. Buni esa xona ichi qulay bo'lishi uchun xona ichidan ochilishini tashqaridan qarang, o'ng tomon, xona ichidan chap tomon qilganmiz. Forchkamiz ham laminatsiya, ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Endi bu eshigimiz 160, nariga 1.5 qanotli, bu 160, bu ham Champion, ikkita qanot teng bo'lingan. Qaranglar, qanaqa go'zal, laminatsiyaga e'tibor qilinglar. O'ta go'zal. Buni ham ochilish yopilishi mana. Quplanishi tepaga qilamiz, quplanadi. Yana ochamiz, ochiladi. Mana bu holati mana. Tepaga qilinadi, qulplandi, pastga. Qulplanishiga qaranglar, ideal. Ruchkalarimizni, petlarimizni ham o'sha aytib o'tib ketgandik, termodan foydalanganmiz. Ochamiz. Yonga katta ochilganda bu tomonda perilla bo'ladi. Hech qanaqa xalaqit qilmaydi, kirishga qulay bo'ldi. Xo'p, o'rnashida Championni ham mana ko'rishingiz mumkin, mahkamlanadi. Bitta, ikkita, mana 3 ta, mana 4, 5, 6. Eshikni penani shuni olib tashlasangiz ham eshikni ola olmaysiz. Juda baquvvat holatda o'rnagan. Mana xonaga yorug'lik qanaqa zo'r kiryapti, ko'ryapsizlarmi? Va xona ichidan ko'radigan romimiz hammasi shu bir xil bo'lgan, qora ruchka bilan ochilish, двойной bekilni. Padekoniklarimiz 35 sm va bu xonada ham xuddi shunaqa, bitta chap, bitta o'ng. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochilish bemalol almashadi. Bu tomonda двойной bo'ladi. Mana ideal holatda ko'rishinglar. Xo'p, buni qaranglar. Bunisi ham xuddi shunaqa mana. Bittasi bu tomonga ochilsa, bittasi bu tomonga. Tabiatni qaranglar. Hammasiga двойной ishlatganmiz, qaranglar. Bunda ham двойной, narigida ham, narigi xonada ham 6000 seriyani o'sha bilasiz liniyasi bor, mexanizmlar hammasi joy-joyida. Xudo xolisa mijozimiz yaxshi kunlarga buyursin. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli eshik deraza romlar kerak bo'lsa, bog'lansalaring, o'zim chiroyli qilib beraman. Andijon, Namangan, Farg'ona hamda O'zbekistonning barcha viloyatlarida dilerstimiz bor. Bemalol bog'lantirib qo'yaman. Bizni kuzatishda davom etinglar.